Tak, bu yerga qanday uy qursam ekan? Bu yerda uy qurib joylashishim kerak. Axir men millionerman. Ko'chada qolishim mumkin emas. Tak, mana shu uyda olaymikan? Yo'q, bu uy xaroba. Bu uyda yasholmasligim aniq. Tak, lekin mana bu yerda kattagina bo'sh joy bor ekan. Mana shu yerda uy qursam bo'ladi. Tak, nimadir qilib bo'lsa ham bu qishloqchada yashab qolishim kerak. Chunki shaharda meni quvib yuborishdi. Tak, meni pullarim ko'p. Muhimi, eng muhimi shunisi. Mashinamni ham qayergadir joylashtirishim kerak. Hozir uy qurish uchun kimnidir topib kelay qishloqdan. Qanaqadir qurib beradigan odam bo'lsa kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va Jigarlar kanaliga tezroq obuna bo'lib tashinglar, chunki men yangi kanallarni ochishda davom etmoqdaman va yangi kanallarga tezroq mingta obunachi to'plab tashlamoqchiman. Bu esa meni juda ham katta maqsadim. Chunki nima sababdan bunaqa mingta obunachini yig'ayapsan desanglar, men qanchalik ko'p mingta obunachi to'plasam, qishloq meri menga shunchalik ko'p oylik beradi. Tak shu uchun tez kanalga obuna bo'lib tashinglar. Men bundan xursand bo'lardim. Stop. Derazamdan kim o'tdi? To'xtanglar. O, kimdir keldi. Kimdir keldimi deyman. Kimdir, qani kimdir? Stop. Hozir kimdir kelganda bu? Ammo yana qandaysiga bir odam ikki marta kelishi mumkin? Tushunmadim. Yo, men tushunmadim. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Sen Johamding? Ha, qayerdan bildingiz? Qarochi yordaming kerak. Ortimdan yur, men senga pul beraman. Bitta uy qurib ber. Mayli, odamdan yaxshilik qurib beraman va pulni ko'proq berasiz. Davay, kel. To'xtang, men chiqib olay. O'z qolmaysizmi? Endi yordam bo'lsin senga. Ha, rahmat. Orqangizda pul rasm bor ekanmi? Tak. Qayerga boryapmiz? Mana bu yerda meni mashinam bor, ko'ryapsanmi? Ha, ko'rib turibman, juda ham ajoyib mashinangiz bor ekan, gap yo'q. Tak, mana bu yashikning ichida narsalar bor. O'sha narsalardan foydalanib uy qur. Aha, tushundim. Tak, qayerdan uy quray? Mana shu yerda quraver. Mana shu yerdanmi? Ha, albatta, juda ham katta joy ekan. Men hozir qishloq bu yerning yoniga boraman. Sen esa qurib tur. Aha, mayli. Mana shu eshik ichiga bor dedi. No, eshigini ochib ketibdi. Ha, mayli, ichini ko'raylikchi. Lekin salon juda ham tor ekan, qaranglar, o'sha tor. Oldini ochib ko'raylik. Wow, qaranglar, klassik ekan. Voy, menga yoqdi. Lekin bu mashina emas-ku, menga yoqqan. Nima qizig'i bor, hayronman. Tak, motorni ochib ko'ramiz. Motor normal, motor mashinaning nomi nima ekan? Range Rover. Voy, mazza. Dahshat qimmat mashina bo'lsa kerak, qaranglar. Qop-qora o'zi ham tonirovkalar urib tashalgan. Mana yashil ichida narsalar bor degan edi. What the? Diamond. Olmos blok, oltin blok, izimrod blok. Men shularda hozir uy qurishim kerak. Mana menga beradigan pullari bo'lsa kerak. Mana yerda uyni ichiga qo'yadigan narsa. To'xtanglar. Men shunday mana bu narsalardan